Hurmatli Arsenal muxlislari, uzoq kutilgan chempionlik muborak bo'lsin. Hozirgina Bournemouth maydonida o'zi ishtirok etmagan bo'lsa-da, do'stlar, Arsenal chempionga aylandi. City ochko yo'qotdi va do'stlar 22 yil va bu chempionlikni bemalol tarixiy chempionlik desak bo'ladi. Muxlislar, futbolchilar, umuman butun dunyodagi Arsenal muxlislari, shu jumladan do'stlar Mikel Arteta ketma-ket ikkita omadsiz mavsumdan keyin va nihoyat bu mavsumdagi do'stlar Pep Guardiola Cityni tark etadi va u tark etadigan mavsumda City juda chiroyli kurash olib bordi. Cityga ham respekt deyish kerak, lekin Arsenal haqli ravishda chempionlikni qo'lga kirityapti. Muddatdan avval bitta tur qolyapti va do'stlar, Londonda bugun bayram, nafaqat Londonda, O'zbekistonning barcha Arsenal muxlislari bor shaharlarida, butun dunyoda, Yevropada, xullas do'stlar, bu uzoq kutilgan. Shu sababli butun dunyo menimcha Arsenalning bugungi chempionligini bayram qilsa kerak.